Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish, xususan issiqxona xo'jaliklari faoliyatini kengaytirish va samaradorligini oshirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 8-oktyabrdagi farmoni asosida issiqxona xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyatini samarali tashkil etish va uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida qator imtiyoz va yengilliklar belgilandi. Ushbu yangiliklarni tadbirkorlik subyektlariga yetkazish maqsadida viloyat hokimligi va viloyat soliq boshqarmasi hamkorligida tadbirkorlar bilan uchrashuvlar tashkil etishdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 8-oktyabrda qabul qilingan issiqxona xo'jaliklari faoliyati samaradorligini oshirish va eksport hajmini ko'paytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazmun mohiyatini tadbirkorlarga yetkazish, shuningdek ularni qiynayotgan muammo va takliflarni o'rganish maqsadida Surxondaryo viloyat soliq boshqarmasi hamda viloyat hokimligi hamkorligida Termiz tumanida soha vakillari bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuvda prezidentimizning yangi farmoni asosida issiqxona xo'jaliklarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va ularning faoliyatini samarali tashkil etish ko'maklashish maqsadida berilgan soliq imtiyozlari hamda qator imkoniyat va yengilliklar haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Xususan ushbu farmonga ko'ra issiqxona faoliyatidan olingan daromadlar joriy soliq hisobot davri yakunlari bo'yicha jami daromadlarning kamida 60% tashkil etgan tadbirkorlar subyektlari uchun 2026-yil 1-yanvardan 2028-yil oxiriga qadar ijtimoiy soliq stavkasi 1% etib belgilanadi. Uchrashuvda shu kabi qator yangiliklar haqida atroflicha ma'lumotlar taqdim etildi. Surxondaryo viloyatining barcha tumanlarida issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning muammolarini, takliflarini o'rganib, ularga amaliy yordam ko'rsatib kelinmoqda. Termiz tumanida viloyatimizning barcha issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi dehqonlar va tadbirkorlar yig'ilib, ularning dardlarini, muammolarini, takliflarini eshitdik. Prezidentimizning 8-oktyabrdagi 181-sonli farmonlarini tadbirkorlarga, dehqonlarimizga yetkazganimizda soliq sohasidagi berilgan imtiyozlarni tadbirkorlarimiz, dehqonlarimiz juda ham mamnuniyat bilan qabul qilib, issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkor va dehqonlarimizni hozirgi kundagi soliq qarzdorliklarini 2028-yilga qadar uzaytirilganligi, ularga berilayotgan imkoniyatlarni ular eshitib, ochig'i juda ham xursandchilik bilan qabul qildi. Shuningdek, banklar tomonidan ularga beriladigan imtiyozli kreditlar, bankning balansida bo'lgan muddatda yer soliqlarini bekor qilib turilishi, bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'isiz realizatsiya qilishga imkoniyat berilganligi, ochig'i bu sohada ham juda ham oldinga qarab siljish imkoniyati yaratib berildi. Uchrashuv davomida tadbirkorlar tomonidan bildirilgan murojaatlarning aksariyati joyida hal etildi. Muddat talab qiladigan masalalar esa belgilangan tartibda nazoratga olindi.